Assalomu alaykum, qadri baland zamondoshlarım. Sağ salomatmisiz, bormisiz, omonmisiz? Bugungi yayında yana sizlar bilan efirda Qo'ziboy Rozmetov. Bugungi mavzuyimiz, yayınımızın bugungi mavzusi tibbiy savodxonlikni oshirish hamda tib ilmi haqida. Ve qisqacha o'zim haqimda yana bir bor ma'lumot berib o'taman. Men o'zim haqimda qisqacha ma'lumot. Men Rozmetov Qo'ziboy Izzatovich 1963-yil 17-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati Shovot tumani Dorichi qishlog'ida tavallud topganman. Men meditsina sohasida hech qanday diplomga ega emasman. Faqat men o'z boshimdan o'tkazgan kasalliklarim sababli tib ilmiga qiziqib, izlanib o'rganishlarimga asoslanib aytaman. Demak, tib ilmi ebediy ilm. Muayyan ma'noda ilmlar cho'qqisi. Inson o'zini idora etishining eng yuksak maqomi. Yer yuzida insoniyat paydo bo'libdiki, tabobat ham vujudga kelgan. Zotan hayot bilan xastalik o'zaro uzviy bog'lanib ketgan tushunchalardir. Boshqacha aytganda, har qanday dard hayot tarzi izdan chiqqanda ogohlantiruvchi belgi alomati hisoblanadi. Kasalliklar bizni har qadamda ta'qib etadi. Nafaqat jismoniy, balki ruhiy dardlar, ya'ni illatlar ham shular jumlasidandir. Odamning o'zinigina emas, balki butun boshli xalqlar, tamaddunlar ham xastalanadi. Binobarin inson majburiy yoki ongli ixtiyoriy ravishda komillikka intilishining har qanday ko'rinishi, ya'ni yana o'sha tib ilmi bilan bevosita bog'liq. Har qanday ta'limot ham sof tibbiy mashg'ulot hisoblanadi. Ta'bir joiz bo'lsa, tabobat to'g'ri hayot tarzining yo'lga qo'yish san'ati. Tabobat inson hayotining barcha sohalarini tartibga solishga, ilmli tibbiyot ilmli bizga ma'lum organlarning eng zaruri tibbiyot ilmi bizga ma'lum fanlarning eng zaruriy, eng murakkabi va eng muhimi. U ilmlar ilmi, san'atlar san'ati. Basharti kimlargadir ushbu ta'riflar haddan ziyod mubolag'a bo'lib tuyulsa, buning boisi tabobatdan juda tor tushunish natijasi bo'lishi mumkin, xolos. Inson sog'lom bo'lsagina barcha narsaga erishadi. İnson sağlam bo'lishi uchun tib ilmini chuqur bilishi kerak, chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Har bir inson o'z tanasi tuzilishini bilishi eng zarur deb bilaman men. Darhaqiqat tib ilmining asosiy obyekti bo'lgan bag'oyat murakkab mavjudot inson, uning o'ta darajada qudratliligi va o'ta darajada zaifligi bor. Albatta, qadimgi asarlarda aytib o'tilgan davolash usullari bilan bugungi tabiblar tasfiyasida bir oz farq topilishi tabiiy hol. Chunki zamonaviy inson organizmi o'tmishdagi kishilar organizmidan tubdan farq qiladi. Bunga ruhan, fiziologik, ekologik omillar sabab bo'lishi mumkin. Qolaversa, shifobaxsh giyohlarning o'zi ham o'zgarishga uchraganidan tashqari har bir inson organizmi alohida individual xususiyat kasb etishi mumkin. Shu ma'noda eslatma qilib aytaman. Esda tuting, aytilgan shifo usullarini o'z holingizcha qo'llamay, tabiblar ko'rsatmasi bo'yicha foydalanasiz deb umid qilaman. Farovon o'lkamiz, ona tuprog'imiz nafaqat ne'matlarga, balki shifobaxsh giyohlarga boy. Shundoq ekan, iqlimi mo'tadil va yil fasllari to'kis keladigan bu makonda tabobat taraqqiy etishi tabiiy hol. Bu dunyoda umumiy insoniy ahamiyat kasb etadigan foydalari juda ko'p.
Bu insoniy unsurlar muayyan bir millatga yoki elatga yo davlatgagina xos bo'lmaydi, balki barcha butun dunyo xalqlariga taalluqli bo'ladi. Shunday insoniy sohalardan biri tib ilmidir, ya'ni tabobatdir. Tabobat esa nafaqat salomatlik, balki insonning zohiriy va botiniy quvvatlarining sozlash bilan uzviy zaruratdagi sohadir. Darhaqiqat, ichki sezgimiz, botinimiz o'zimiz to'g'rimizda hamma narsani biladi. Unda barcha savollarga javob topamiz. U biz bilan bahslashishi mumkin, lekin istagimizga qarshi chiqmaydi. Shuningdek, botiniy ongimiz yurak urishini, qon aylanishini, ovqat hazm bo'lishini, tartib hazm bo'lishidan tortib tanamizda darmon bo'ladigan ozuqalarning qonga singishi, barcha organlarimizni nazorat qiladi. Hujayralarimizni, to'qimalarimizni, barcha organlarimizni nazorat qiladi. Demoqchimizki, bugun sog'lom yashashimizning zaruriy sharti bo'lgan tabobatga avvalgidan ham ko'proq ehtiyoj tug'ilmoqda. Aziz zamondoshlarim, sizga berilgan Alloh tomonidan berilgan bir jonni qadriga yetib, sog' salomat, baxtli yashang. Aziz zamondoshlarim, tib ilmi bu nima? Bu odam organizmi to'g'risida umumiy ma'lumot. Odam organizmining hujayraviy xilma-xilligi, odam tanasi ham o'simlik va hayvonlar singari hujayralardan tashkil topgan. Tanamizda hujayra nima vazifani bajaradi? Hujayraning tuzilishi lizosoma, yadro, mitoxondriya, vakulalar, sentral sitoplazma, hujayra membranasi, hujayraning tarkibi. Hujayra tarkibida har xil anorganik va organik moddalar kiradi. Anorganik moddalarning asosiy qismini suv tashkil etadi. Tirik organizmning 60-70% suvdan iborat. Suv hujayrada juda muhim ahamiyatga ega. Suv bilan barcha oziq moddalar hujayralarga o'tadi va moddalar almashuv mahsulotlarini hujayradan chiqarib tashlaydi. Suv hujayrada kechadigan kimyoviy reaksiyalar uchun muhim hisoblanadi. Hujayra ichidagi va uning tashqarisidagi suyuqliklarda kaliy, natriy, kalsiy va magniy tuzlari bo'ladi. Tuzlar hujayra faoliyatida uning ichki muhitining doimiyligini saqlanishida katta ahamiyatga ega. Hujayraning organik moddalari. Hujayrada organik moddalardan oqsillar, yog'lar, karbon suvlar, nikelin kislotalar uchraydi. Oqsillar hujayraning qurilish materiallari hisoblanadi. Kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradigan fermentlar ham oqsillardan iborat. Yog'lar va karbon suvlar hujayraning hayot faoliyatida sarflanadigan energiya manbai hisoblanadi. Nikelin kislotalar xromosomalar tarkibiga kirib, irsiy belgilar saqlanishiga va nasldan naslga o'tishini ta'minlaydi. Inson organizmida kasalliklar va ularning kelib chiqish sabablari va ularning davolash yo'llari. Tib ilmi va uning vazifalari. Tib shunday bir ilmki, u bilan odam gavdasining ahvoli, sog'liq va kasallik jihatidan o'rganilib, uning mavjud sog'lig'i saqlanadi va yo'qotilgani qaytariladi. Har bir narsani bilish va u narsaning sabablari bo'lsa, shu sabablarni o'rganish orqali hosil bo'ladi va kamolga yetadi. Shuning uchun tibda sog'liq va kasallikning sabablarini bilish juda zarur, kerak. Sog'liq, kasallik va ularning sabablarini bilish kerak bo'ladi. Sog'liq, kasallik va ularning sabablariga goho ochiq, goho maxfiy bo'lib, unga his bilan emas, balki belgilariga asoslanib fikr yuritish bilan aniqlanadi. Shuningdek, tibda sog'liq va kasalliklarda yuz beradigan hodisalarni bilish zarur. Sabablar esa 4 xil bo'ladi. Moddiy, faol, ya'ni ta'sir qiluvchi, shakliy va tugallovchi sabablar. Moddiy sabablar shunday negizlarki, sog'liq va kasallik shu negizlarda paydo bo'ladi. Eng yaqin negiz a'zo yoki ruhdir. Undan keyingisi xiltlar va undan ham
uzoqroq unsurlardir. Unsurlar 4 ta element xilt mavjud bo'lib, bular qon, balg'am, safaro va savdo, qora o'tdan iborat. Unsur degani, ya'ni elementlar 4 ta: yer, suv, havo va olov. Ta'sir qiluvchi sabablar odam gavdasining holatlarini o'zgartiruvchi yoki o'zgartirmagan holda saqlovchi sabablardir. Ular havolar va ularga aloqador narsalar, ovqatlar, suvlar, ichimliklar va ularga aloqador narsalar bo'lishi va chiqindilarning to'xtalishi bo'ladi. Shaharlar, turar joylar va bularga aloqador narsalar, jismoniy va nafsoniy harakatlar, osoyishtalikdir. Uyqu va uyg'oqlik ham faol sabablardandir. Bir yoshdan boshqa bir yoshga o'tish, yosh va jins e'tibori bilan farqlanishi, hunarlar, odatlar odam gavdasiga tegib, uning tabiatiga yoki teskari bo'lmagan yoki teskari bo'lib tushadigan narsalar ham ta'sir qiluvchi sabablardandir. Tugallovchi sabablar faoliyat ishlar bo'lib, ulardan o'rganishga, quvvatlar va ularni tashuvchiga ruhlarni o'rganish ham kiradi. Tib san'ati odam badanining sog'lig'i va kasalligidan bahs qilish sababli ana shular bu san'atning mavzularidandir. Kasallik va uning sabablari va alomatlari. Biz aytamiz, tib haqidagi kitoblarda sabab deb oldin paydo bo'ladigan va odam organizmining qandaydir bir holatini keltirib chiqaruvchi yoki bu holatni keltirib chiqaruvchi yoki bu holatni turg'unligicha saqlab turuvchi omilga aytiladi. Kasallik esa inson organizmida g'ayritabiiy bir holat bo'lib, kasal kishi a'zosining ishiga bevosita zarar yetkazadi. U g'ayritabiiy mijozdan yo g'ayritabiiy tarkibdan paydo bo'ladi. Xoh bu tabiatga qarama-qarshi bo'lsin. Masalan, qo'llanishda og'riq, yo'g'on ichakda og'riq kabi yoki qarama-qarshi bo'lmagan, masalan, o'pka yallig'lanishida yuzning o'ta darajada qizarishi kabi bir yuz berishi g'ayritabiiydir. Qizarish berishi. Sabablarning misoli sasishlik, ya'ni irish, kasallikning masalan isitma alomatining misoli chanqash va bosh og'rig'i sabab bo'lishi mumkin. Qonda D vitamini kamayib ketsa, kaliy, kalsiy kamayib ketadi. Inson organizmida kam harakat, lablar, ko'zlar ochilib, yumilib, nimjonlik ortadi. Neyromuskul paratogormon qanday kaliy va fosfor miqdorini boshqaradi tanada. Qovoq va lablar pirpiraydi, qo'llar qaltiraydi, yana tutanoq, tetaniya sodir bo'ladi. Gipofiz bezi. Bosh miya ostki yuzasida joylashgan bu bez qon tomirlari orqali bog'langan. Gipofiz bezi gipofiz gormonini ko'pchilik endokrin bezlarga ta'sir ko'rsatadi. Katta yoshdagi odamlarda bu gormonning ko'p ishlab chiqarilishi natijasida suyaklarning yo'g'onlashib, til va burun tez o'sishi, ya'ni akchomeliyaga olib keladi. Bezning adrenokronolokoid gormoni adrenokronolokoid gormoni buyrak usti bezi, merolotop gormoni qalqonsimon bez, gondropron gormoni jinsiy bezlar ishini boshqaradi. Epofiz bezi o'rta miyada joylashgan. Sipofiz bezi o'rta miyada joylashgan. Melatonin
gormonini organizmda pigment almashuviga ta'sir ko'rsatadi. Bolani tez balog'atga yetishini sekinlashtiradi. Ayrisimon bez, ya'ni timus, ko'krak, tosh, suyak orqa yuzasida joylashgan timozin limfositlar hosil bo'lishini kuchaytirib, immun tizimini kuchaytirib, immun sistemasini shakllanishida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buyrak usti bezi o'ng va chap buyrak ustida joylashgan bir muncha yassilashgan piramidalar shaklida bo'ladi. Har bir bez tashqi po'stloq va ichki mag'iz qismlaridan iborat. Bezlarning po'stloq qismi suv, tuz, oqsil va uglevodlar almashuviga katta ta'sir ko'rsatadigan gormonlar ishlab chiqaradi. Adrenalin va estrogen gormonlari jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytiradi. Buyrak usti bezi shish kasalligida jinsiy gormonlar ishlab chiqarilishi kuchayib, yosh bolalarda erta balog'atga yetishish belgilarini paydo qiladi. Bezlarning mag'iz qismi ishlab chiqaradigan adrenalin gormoni nerv qo'zg'alishini kuchaytirib, muskullar toliqishini kamaytiradi. Yurak qisqarishini, nafas olish va qon aylanish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Organizmning zo'riqishi, stress hollarda, masalan, inson hayajonlanganda, achchiqlashganida yoki bir qattiq qo'rqqanida adrenalin ishlab chiqarish keskin ortadi. Qon tomirlar torayib, yurak urishi tezlashadi. Qon bosimi ortadi. Glyukogenning glyukozaga aylanishi yana uglevod almashuvi tezlashadi. Oshqozon osti va jinsiy bezlar sekretsiya bezlarining ishining boshqarilishi, oshqozon ostida va bir oz orqada joylashgan bezning Langerhans orolchasi deb ataladigan qismi gormonlar ishlab chiqaradi. Ulardan biri insulin qondagi ortiqcha glyukozani glyukozogenga aylantirib jigarda to'playdi. Qondagi shakar miqdorini kamayishiga yordam beradi. Bezning glyukogen gormoni glyukogenning glyukozaga aylantirishi bilan qonda shakar miqdorini oshiradi. Insulin ko'payganda hujayralarda glyukoza sarfi oshib, glyukogen sintezi tezlashadi. Buning natijasida qonda glyukoza miqdori kamayib, qon bosimi pasayadi. Insulin yetishmaganida qonda qand miqdori oshib, qandli diabet kasalligi kelib chiqadi natijada. Bezning gastrin gormoni oshqozonning ferment ajratish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Jinsiy bezlar aralash sekretsiya bezlari hisoblanadi. Erkaklarda jinsiy bezlar bir juft urug'dorlar mayaklardan iborat. Ular jinsiy yo'llarga urug' hujayralari va qonda androgen gormonlarni ishlab chiqaradi. Gormonlardan eng muhimi testosteron kamligi jinsiy belgilar, mo'ylov, soqol, jinsiy moyillik rivojlanishiga ta'sir qiladi. Gormon ko'p ishlab chiqarilganda bir vaqt voyaga yetish, estrogen yetarli ishlab chiqarilmaganda jinsga befarqlik, tez qarish kuzatiladi. Ayollarning jinsiy bezlari bir juft tuxumdonlar bachadon orasida kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan. Tuxumdonlar tuxum hujayralar hosil qiladi va qonga estrogen gormonlari ishlab chiqaradi. Bu gormonlar ikkilamchi ayollik belgilarining rivojlanishiga va homiladorlikning me'yorida kechishiga ta'sir etadi. Tez shamollash, infeksiya kasalliklarida tuxumdonlarning yallig'lanishi hamda bepushtlikka sabab bo'ladi. Sekretsiya bezlarining funksiyasining boshqarilishi. Sekretsiya bezlari funksiyasi nerv va gomorial omillarning o'zaro ta'siri orqali boshqariladi. Misol tariqasida bosh miyaning bir qismi bo'lgan gipotalamusni gipofiz bilan birgalikda boshqa bezlar ishiga ta'sirini ko'rsatish mumkin. Biron omil ta'sirida organizm ichki muhiti o'zgarib, stress holati,
Latincha stress zo'riqish yuzaga keladi. Stress sovuq, issiq, og'riq, turli kasalliklar va hissiy omillar, qo'rquv, hayajonlanish, xavfi bo'lishi ta'sirida paydo bo'ladi. Bunday o'zgarishlar ta'sirida nerv sistemasi qo'zg'aluvchanligi o'zgaradi. Paydo bo'ladigan nerv impulslari ta'sirida gipotalamus faollashib, uning skleral hujayralarga gormon ishlab chiqaradi. Gormonlar gipofizni faollashtiradi. Gipofiz gormonlari esa boshqa bezlarga ta'sir qilib, ularning funksiyasini kuchaytiradi yoki pasaytiradi. Shunday qilib, gipotalamus gipofizlar sistema barcha organlar funksiyasiga ta'sir qiladi, qon bosimini oshiradi, nafas olish organlari ishini kuchaytiradi va moddalar almashuvi muskullarining qon bilan ta'minlanishiga va tayanch harakat sistemasi ishini tezlashtiradi. Bu o'zgarishlar stressning organizmga ta'sirini kamaytiradi. Shuning bilan aziz zamondoshlarim, sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi yayınimizni nihoyalaymiz. Bugungi mavzuimiz shuni bilan nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga ushbu mavzular qiziqarli bo'lgan bo'lsa, qiyin bo'lmasa bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' omon bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha sizlarga sog'lik, omonlik tilayman.